Ha to'rt choy poy damlamaysanmi? Voy, ovqat pishsinmi? Ha non-pon salat palat qo'ymaysanmi? Bozor qilib kelaylik. Oylik poylik tushsinmi? Ey dada, baqir chaqir qilmaylik. Televizor ko'raylik, kino ko'raylik, kelib pillik ko'ramiz. Qo'yga hamda pamdamni, yulduz pulduz nima? Yulduzdan ko'ra serial ko'raylik. Dada shu yil to'y qilaylik, biz ham uylanaylik. Kelin topdingmi? Artus gaplashing, qiz-qizni topaman. Sen mol-polga qara. Pul-mulni to'ymoyinga ishlatamiz. Yem-pemini berdingmi? Suv pulini ham berdim. Aka tezroq uylaning, bizga ham yo'l-po'l ochilsin. O'qish-po'qishingizni bitirib oling oldin siz. O'qish-po'qishga borib marab o'tirmayman. O'qituvchi Go'dakcha. Открывает двери без ключа. Yaponcha, optiyangmi o'sincha? Yaponcha, uyga qilamiz o'shuncha. Kakras yangi qilganda cho'poncha bilan salatcha. Qo'ying amakcha, uyga boray ertacha. Bu xotinchasining chiziqchasidan chiqa olmaydi-ku bacha. Pochcha. Oshirib yuborsiz ekanchicha. Ko'ngilchasiga tegib qo'ydingiz-da. Ko'ngilchayni ko'chasiga ko'ngilcha. Amo. Bo'pti, unda bugunga yetadi g'iybatcha. Davay tagda, ertagacha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tualetda dadam bor ekan. Otangni og'ziga. Nima qilyapti bu o'g'ling tualetda? Ko'ziga gummacha chiqib shuga tualetga salom berdi o'dim. Siz ham shu paytda kirasizmi? Boshqa joy yo'qmi salom berishga? O'tirganda ham qilmadi. Yomon tush ko'rdim. Tezda borib tushingni suvga ayt bola. Jamallar olib ketadi. Ko'rpachangga nima qilib qo'ydi? Voy, sharmada o'lsin. O'l katta bola. Asoz bola mana oraqdan 100 gram ichib yur, tomog'ing shunday yaxshi bo'ladi. Mana ichla. Qanday? So'yavsa. Dada, bu hayotda hammasi bekor. Onamni urishma. Kim ichirdi bunga? Yashaylar! Yashaylar onasi! Ber. Eshakka yaxshilab jemlasang, orqangdan jaralanib ketadi. To'nqay. Ay, tishladi! Negiz tuqqansiz ha? Mening o'limga tepki chiqdi. Shuni bir tepib bering. Bo'ldi, gap yo'q. Yo'q, pirim. Vandammi siz xola nima qilyapsiz? Ertaga Hamid Sho'llanikiga soat 'da savobi janozaga boraverasan. Yosh qari. Ertaga Hamid Sho'llanikiga savobi janozaga. Ye, kelinglar, xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Aka, bandalik ekan. Lekin bu narsa tushunmadim. Nimaga gul sharla qo'yib qo'ygansiz? Toryoq bola, qanaqa bandalik, nafasingni siqqil. To'y qilyapman, qizimni chiqaryapman men, Janoza deb eshitdik-ku. Janoza degan bizga. Kim aytgan uni? Uzr, ming bor uzr. Janoza deb eshitman, to'y ekan. Kayibchilikda endi sayjon. Hamid Sho'llanikiga to'y ekan. Janoza emas ekan.
xotiningga ayt, sochini yig'ishtirib yursin. Hamma yoq sochib ketdi. Kecha dadangni ovqatdan ham chiqdi. O'zingiz ayting. Ha, men endi qanday aytaman shuni? O'zing aytaver. Xo'p, aytaman. Bobur aka, Oyjonga ayting, o'zlarini suvni ishlatsinlar. O'zlariga alohida olib kelganmiz-ku. Bor, o'zing ayt shuni. Men qanday aytaman? O'zingiz ayting. Ey, xotiningga ayt. Har soatda pampers almashtiradi. Birinchidan bolaga zarar, ikkinchidan cho'ntagingga zarar. Mana dadang aytdi. Men qachon aytdim? Jimitiring. Aytasanmi? Oyi, o'zingiz aytsangiz bo'ladi-ku. Ey, men qanday aytaman? O'zing ayt. Bitta aytaman. Deydi hammasi. Bobur aka, Oyjonga ayting. Ne ona ko'ngling? Qayoq? Qayerga? Qayoqda oldingi to'y? Qayerga? Mana ayam. O'zlariga gapir, yuziga gapir. Ayajon, o'ziga gapiring, keliningizga gapiring endi. Voy, men nima deyman? Shunday yaxshi kelinimdi. Qachon gapirganman? Sen gapir, gaping ko'p edi-ku. Men nima deyman, Bobur aka? Jannatim qaynanam, onamdayin mehmonimsiz. Bu aktrisalari sizlarga bir Oscar berish kerak. Rol o'ynashni qaranglar bularni. Mahoratli aktrisalar. Bravo! ayta xor omadim lablari uncha yo'q Xush kelibsizlar, yana keyingizlar, maylimi? Xo'p. Ya sniper misiniz ona? Bitta olay ona. Men senga tilma dedim-mi? Ay gireceğim. Baribir inomim. Yemaysan! Birontang sifat shkolatiga tegmading. Sandiqqa sap qo'yaman, yangi yilda jiysanlar. Ya o'lsin shu yangi yil. O'tgan yil Oliviya salatingizni yeyman deb dadam o'lib ketdi. Endi biz shokolad yemasdan o'tib ketamiz shekilli. Sifat shirinliklari. Qanday dam olasiz bugun? Qanday deb o'ylaysan? Uylanmangsiz bari. Nimaga baxtliroq uylanmadim? Kelinimiz chiroyli, ko'z tegmasin. Hamsiyamiz Nargiz deymiz-ku. Men qara, sen bir chilcha jirding o'sha Nargiz bilan o'g'lim. Voy kelin, siz hech ham xafa bo'lmang, o'zingizga olmang, maylimi? Jigitchilikda bo'lib turadi-da, aynan-a. Yo, Oyjon xafa emasman. Oyim aytdi-ku, yigitchilikda bo'ladi endi. Yirtaman Nargizingni. Uzr. Ha, O'sinjon, siz ham omadingiz bor ekan. Boburjon ham shuncha qizlar bilan yurib, oxiri sizga uylandi-ya. Yana xafa bo'lmang gapimga. Yo, opajon, sizdan nima xafa bo'laman? Ketdim, hozir kelaman. Onasini emasi. Nechta bilan gaplashgansan? Endi o'zining gapiraveradi-da, kuyyapti-da u. Yana bir gap eshitsan, yo'raman. O'g'lim, ko'zingga nima qildi? Shikab ko'rib oldim. Ehtiyot qilmaysan, esingdami? Bitta qizning orqasidan rosa kaltak jerding. Shunga uylanmasam o'laman derding. Kelin qan? Bilmadim. qara yomg'ir kunni Juda o'rinli savol bo'ldi. Qarang. Hozir siz shashlik yeb o'tiribsiz-a? Uyda ayolingiz nima yeyapti? Erkak kishi nima yesa, ayoliga ham shuni yedirish kerak ekan. Ofitsiant. Menga 4 ta shashlik qo'ying, Saboy. Juft halolimga. Meni ham xotinimga 4 ta qo'ying, mazza qilsin. Menga ham 4 ta qo'ying. Kimga juft halolingami? Ha. Qo'ying. Mayli, ayolingizga shashlik olib berdingiz. Lekin ota-onangizgachi? Ota-onangizga oxirgi marta qachon shashlik olib berdingiz? Esla olasizmi? Ofitsiant. 10 ta shashlik qo'ying, padarri buzrukvorimga. Meni ham jannatim onamga 8 ta qo'ying. 4 ta shashlik qo'ying. Ota-onam diyetada.
Anaqay ota-onangizga shashlik olib berdingiz. Lekin jigarlaringizgachi, aka, singil opalaringizga olib berdingizmi shashlik? Ofitsiant! Shampurdagi bor shashlikni qo'ying 70 ta avlodimga. 100 ta jigar qo'ying, jigarlarimni olib ketaman. 75 ta qo'ying, Qalay marketing? Zo'rmi? Hamma shashlik sotildi. Endi pastga tushamiz, pastda klientlarga oshga urg'uni beramiz, xo'pmi? Telefonim qoldi-ku. Jigarlaringizga somsa olib berdingizmi? Ofitsiant, olot somsadan 100 ta. Somsani ham sotamiz. Ketasanmi,